Sadio Mane millionlar egasi, lekin oddiy hayot tarafdori. Dunyoni hayratda qoldirgan holat. Afsonaviy futbolchi Sadio Mane mehmonxonadan ortiqcha ovqatni olib ketdi. Hamma hayron. Nega 40 million dollar ishlab topadigan yulduz bunday qildi? Lekin bu oddiy bir sababga bog'liq emasdi. Sadio Mane futbol yulduzi, ammo u haligacha o'zining tug'ilgan qishlog'ini unutmagan. U bolaligida ocharchilikni, qiyinchilikni ko'rgan. Bugun esa o'z qishlog'ida shifoxona qurdi, maktab barpo etdi, internet olib keldi. Har bir qishloq ahliga oyiga 70 dollar to'laydi. O'zi esa oddiy kiyim kiyadi, eski telefon ishlatadi va ortiqcha hashamatni yoqtirmaydi. Menga 10 ta Ferrari yoki 2 ta samolyotning nima keragi bor? Men ocharchilikni boshdan kechirganman, dalada ishlaganman. Og'ir kunlarni ko'rganman. Endi esa yaqinlarimga yordam bera olaman. Shuning o'zi menga kifoya, deydi Mane. Mana haqiqiy insoniylik. Videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.